Hozir shoshilib ishdan chiqdim. Nimaga? Chunki bitta tadbirga bizani taklif qilishgan. Bormasam bo'lmaydi. O'zimni patsientkam taklif qilib ketdilar. Bu patsientim bilan qanaqa tanishganimizni hikoyasi juda ham qiziq. Hozir sizlarga aytib beraman. Qabulimga bitta patsient keldilar. Yosh, chiroyli ayol, homilador, qorinlarini kattaligidan bilinib turibdi, что вот-вот tug'adigan ayol. 3-homiladorligim deydilar. Aytdilarki, ertaga Istanbulga uchaman. Nimaga shunaqa tez Istanbulga uchishingiz kerak? Tinchlikmi desam, bu meni orzuyim, bu 3-tug'ishim, men Istanbulda tug'ishim kerak. Hayron qolganim shu ayol kishi homiladorligiga qaramasdan, shuncha to'siqqa, shuncha riskka qaramasdan orzusi tomon shunaqa intilyapti. Shu patsientlar meni bugungi tadbirga taklif qilganlar. Hozir sizlarga ham ko'rsataman. Kirdikorni sherik bo'lgan opam. Reproduktor, ginekologman, homiladorlikni rejalash, bepishlik, ketma-ket homila tushish muammolari, ekolar bilan shug'ullanamiz. Xudoga shukr, rezultatlarimiz juda ham chiroyli. Istanbulga ketishim kerak, meni o'rtada qilib tekshirib, holatimni yozib bering. Haqiqatda hech qanaqa narsaga prezentatsiya qiladigan ma'muriyat yomon, anomal